Cobaltga nima navrot qilsam yarashaveradi. Qaranglar, qilingan ishlarni kursda obzor qilamiz. Malibu tablo, Malibu rul, Malibu bar o'rnatib berganmiz. Malibuni ablisovkalarigacha o'rnatib qo'yganmiz. Undan keyin Magicar dominant original 909 Star Stop bilan komplekt. Cardinal brendidan BMW X7 dizaynda chexol, o'rtalari material, chetlari koja bo'ladi. Cardinaldan Evo Poly qilib berganmiz. Keyin obshivkasidagi materialli chastlari bo'ladi. Mana shuni polni kojani qilib berganmiz. Polni salon Diamond Eco printni ham taqib o'rnatib berganmiz. Undan keyin TS CC3 to'rga 64 parametrligi o'rnatilgan oldi va orqa kamerasi bilan birga komplekt bo'ladi. Oldi kamerasi registrator, orqa kamerasi zadniy urganini ko'rsa, registrator qilib ishlatsa ham bo'ladi, zapis ham qiladi. Neoline'dan antiradar 7700 hamda o'zini zavodskoy sideniyasida, hop, sideniya abagrev bo'lmaydi. Biz o'rnatib, mana barga ulab ishlatib berganmiz. Mana bagaj ochish ishlaydi. Polni o't uyda navrot bo'lgan. Eng kerakli o'zlari uchun komfortni qoldiradi. Maza haydaydilar. Mana shunday ketganlarda qaranglar, Malibuda ketayotgan ощущениyani beradi. Tablo Malibuniki. Eng kerakli funksiyasidan bittasi buni afzalligi. Hop, suvni temperaturasini ko'rsatib beradi mana. 83 gradus. Juda ham ko'p Cobalt haydaydigan okalar shundan qiynalishadi. Akkumulyator voltlarigacha ham o't uyda ko'rsatadi. Ko'p funksiyali bo'lgan tabloyimiz. Qiziq bo'lsa, mana shunday xizmatlar bizga murojaat qilaverasizlar. Bu avtomobillar navrotlarga nechta pul ketganini izohlarda qoldiringlar, o'z fikrlaringizni bildiringlar.